Bismillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Allah Teala'ya hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salovat salomlar bo'lsin. Bugun mana shu sadaqa bo'yicha, ya'ni ehson qilishlik, yaxshilik qilishlik bo'yicha gapiradigan edim. Mana birodarlar, hammamiz ishlayapmiz. Hammamiz ishlayapmiz, pul topyapmiz, mol dunyo istayapmiz, ya'niki bir oilamizni boqishlik uchun tirikchilik qilyapmiz, bizni tilma aytganda. Mana shu topayotgan molimizdan endi o'zimiz uchun savol beraylik. Mana shu topayotgan molimizdan biz ehson, sadaqa qilyapmizmi? Ya'ni uni haqqini beryapmizmi? Alloh taolo bizga beryapti. Ana shu Alloh taolo bizga bergan ne'matidan, mana shu bizga bergan rizqidan biz Alloh uchun, Allohning yo'lida biz sadaqa qilyapmizmi? Qila olyapmizmi, qila olmayapmizmi, birodarlar, ayting. O'zingiz uchun mana shu savolni bering. Agar qila olmayotgan bo'lsangiz, bu juda og'ir holat. Juda ham tez holatda o'zingizni to'g'rilashingiz kerak. Nafsingizni, o'zingizni, ya'ni hayotingizni to'g'rilashingiz kerak. Chunki mana shu narsani qilmaslik bu nafsingizni buzuqligidan, ya'ni faqat o'zingizni nafsingizga va aqlingizga suyanib mana shu narsaga ishonib qolganligingizdan bu narsani qila olmayapsiz. Chunki mana shunday qilgan insonlar bersam ozayib ketadi, bersam kamayib qoladi. O'zim muhtoj bo'lib turgan bo'lsam hozir, ya'ni hozir o'zim muhtoj bo'lsam qanday qilib birovga beray deydi-da. Lekin siz bilan men birodarlar unaqa bo'lmashimiz kerak. Mu'min kishi unaqa bo'lmaydi, birodarlar. Mu'min kishi Allohga tavakkul qiladi, Allohga ishonadi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayapti, ber deyapti. 10 barobar bo'lib qaytib keladi, 700 darajagacha hatto ko'payadi deyapti. Ali roziyallohu anhu ning hikoyasini eshitganmiz hammamiz. Ali roziyallohu anhu uyda hechnima qolmaydi. Fatima onamiz chiqing dedi, ko'chadan u narsa topib keling desa, Ali roziyallohu anhu ko'chaga chiqib ketadi. Va ko'chadan bitta bo'lgan, ya'ni bitta dona bir anor topib keladi. Ana shu anorni olib uyga qaytayotgan vaqtda yo'ldan bir muhtoj chiqadi. Ya'ni ana shu muhtoj Ali roziyallohu anhu ning qo'lidagi anorni so'raydi. Va Ali roziyallohu anhu berib yuboradi. Uyga kirganda Fatima onamiz so'rar ekan: "Ya Ali, hechni olib kelmadingizmi?" Ali roziyallohu anhu aytgan ekan: "Oldim Fatima, lekin Alloh yo'lida ehson qildim" der ekan. Alloh yo'lida sadaqa qildim. Va Fatima onamiz qarang, bizning ayollar emasda, jinnimisiz deydi biz ayollar bo'lsa. Jinnimisiz? O'zimiz och o'tirgan bo'lsak, o'zimiz qiynalib ochga o'tirgan bo'lsak, biz o'zimiz yemay ashirib birovga berib yordingizmi deydi. Bu Fatima onamizda unaqa demadi. Yaxshi qilibsiz dedi. Yaxshi qilibsiz, Alloh yo'lida berib dedi. Va hech qancha vaqt o'tmadi, Ali roziyallohu anhu ning eshigi taqilladi. Otsa bir kishi turibdi. Qo'lda xalta turibdi va xaltani uzatdi. Buni Rasulullohga, Alloh rasuliga jo'natdi. Rasuli buni sizga jo'natdi dedi. Olib xaltani olsa, ichi anor. Ana kishi qaytib ketayotgandi, to'xtang dedi. Xaltani ochib, ichidan sanashni boshladi Ali roziyallohu anhu. Sanasa 9 ta. Yana bittasi qani dedi buni. Dedi, "Qayoqdan bildingiz?" dedi u kishi. Bitta kamligini qayerdan bildingiz dedi. Siz payg'ambarimizni hadisini eshitmaganmisiz dedi. Kim Alloh yo'lida infoq qilsa, unga 10 barobar bo'lib qaytib keladi dedi. Men bitta berdim, menga 10 ta kelish kerak dedi. Qani yana bittasi dedi. Cho'ntagidan 10-sini chiqarib berdi. Men siz sinagan edim, mana 10-si dedi, oling dedi, qaytib ketdi. U kishilar mana shunaqa ishonishgan. Payg'ambarimiz shunaqa dedimi, ana shunga ishonishgan. Nima uchun biz ishona olmaymiz? Nima uchun biz tavakkal qila olmaymiz? Nima uchun nafsimizni o'ylab, qonimizni o'ylab och qolib ketsamchi, o'zimda yo'q bo'lib qolsachi deb o'ylayveramiz. Allohning va'dasi turibdi-ku, Rasulining va'dasi turibdi-ku, bering, ishoning mana shunga, tavakkal qilib berib yuboring, chiqarib yuboring. Ko'rasiz, Alloh taoloning mo'jizasini ko'rasiz, birodarim. Va ana shundan keyin ham agar men mo'jiza ko'rmadim, men bir anaqa qilman desangiz, o'zingiz tekshiring. Ana shuni, ya'ni menga qaytib kelmadi qilgan yaxshiligim desangiz, o'zingizni tekshiring. Balkim qalbingizda nifoq, ya'ni nauzubillah, nifoq dedim. Riyo, sum'a bordir qalbingizda. Riyo, sum'a kasalligi bordir. Qarang, ya'ni xo'ja ko'rsin, ana shu olayotgan odam rahmat deyisligi uchun. Birodarlar, agar zarra qadar, Alloh guvohligida aytaman, qalbingizda agar zarra qadar misqol riyo bo'lsa, u amalingiz habata bo'ladi. Vallohi habata bo'ladi, birodarim. Hammasi butkul qilayotgan amallaringiz faqat va faqat xolis Alloh uchun bo'lishlik kerak. Mana shu narsani biz qalbimizga sog'ib olaylik, birodarlar.
Niyatimizni tinmay yangilab turaylik. Birodarim, bizda bitta gap bor-da. Odamlar ichida biron bir narsa bersa duo qilib qo'yasiz deydi. Duo qilib qo'yasiz. Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Agar ular infoq ihson qilsa, uni o'rniga ishtima so'rashmaydi deydi. Ya'ni qaytib ishtima so'rashmaydi ulardan, talab qilmaydi deydi. Hatto duo qilib qo'yasiz deyish ham mumkin emas ekan, ko'ryapsizmi? Indamasdan berishingiz kerak. Indamasdan mana berishingiz kerak. Va o'rniga ishtima talab qilmang. Duo ham va material bir narsa ham talab qilmang. Ya'ni finansiy narsa ham talab qilmang. Tushundingizmi? Endi mana shu narsani bizni birodarlar amal qilmaganiga men xafa bo'laman. Nima uchun biz amal qila olmaymiz? Nima uchun biz qo'rqamiz bunchalik? Shunchalik nafsimizdan qo'rqamizmi? Alloh uchun bering. Alloh sizga shunaqa qilib qaytarib qo'yadi, o'z uyalib qolasiz. Allohning yonida uyalasiz, vallahi aytayapman, uyalasiz. Nima uchun buni ertaroq bermaganingiz uchun? Nima uchun buni yana ham ko'proq bermaganligingiz uchun aniq va aniq afsus qilasiz, nadomat chekasiz. Chunki buni oyatda aytayapti. Alloh taolo o'zi aytayapti. Aniq nadomat chekasiz. Shuning uchun birodarlar, qo'rqmaylik. Alloh yo'lida infoq, ihson qilaylik, sadaqa qilaylik. Birodarlar, sadaqa bilan mol dunyo ozayib qolmaydi. Sadaqa bilan hech qachon ozaymaydi. Rob, men sizlarga aytib, balkim har sanoq ozayishi mumkin, ha? Misol uchun 10 so'mingiz bo'lsa 5 so'mni bersangiz, sizda 5 qolishi mumkin. Ha, raqamlar o'zgarishi mumkin. Raqamlar ozayadi, ko'payadi, birodarim. Raqamlar hal qila olmaydi. Agar raqamlar hal qilganida, unaqa raqamlari ko'p insonlar ko'pda bu hayotda. Ya'ni millioni bor, milliardi bor odamlar ko'pda. Agar ana shu narsa hal qilganda, ana shu kishilar baxtli bo'lardi. Vallahi u raqamlar hal qila olmaydi. Vallahi u qog'ozlar hech nimani hal qilmaydi, birodarim. Agarki hal qilganda, ana shu boylar baxtli hayot kechirayotgan bo'lardi. Boylar o'zlarini o'zlari o'ldirmayotgan bo'lar edi. Boylar bu hayotdan to'ymayotgan bo'lardi. Aksincha, bu hayotga to'yib, maza qilib, zavqlanib, ammo lekin nimani ko'ryapmiz? Ammo lekin biz buni aksini ko'ryapmiz. Ya'ni buni aksini ko'ryapmiz. Ular nima qilyapti? Hayotda to'yisholmayapti. Ya'ni shuncha narsasi bo'lsa ham to'ymayapti. Shuning uchun bu cho'ntagingizdagi raqamlar, bu qog'ozlar hal qila olmaydi hech nimani. Hammasini Alloh azza va jalla hal qiladi. Faqat va faqat Alloh hal qiladi. Alloh ar-Razzaq bo'lgan zot har bir narsani, har bir mavjudotga rizqini beradi. Bu Alloh quyoshni chiqarayotgan, botqizayotgan, oyni chiqarayotgan, botqizayotgan, bu yer yuzini boshqarayotgan, bu yer yuzi har bir qilayotganda bir yerdan o'simta chiqsa subhanalloh deb o'sar ekan. Bir daraxt o'ssa alhamdulillah zikr aytar ekan. Ya'niki har bir mavjudot Alloh taologa tegishli. Alloh taoloning mavjudoti va Alloh taolodan izn so'raydi hamma narsa. Shundoq ekan, olamlarning parvardigori bo'lgan. Bu olamlarning butkul insoniyatni, nafas olgan, nafas olmaganni, jonli jonsizni, butun yer yuzini, yer va osmonni, butun borliqni yaratgan Alloh azza va jallaga tavakkal qiling. U zotga ishoning va chin dildan u zotga bir taqvo qiling va ishonib suyaning Robbingizga suyaning. Ana shunda Robbingizni bunday bizni tilda aytganda podдержкасini ko'rasiz. Ana shu podдержканы ko'rgan insonlar, buni mazasini sezgan insonlar bo'ladi. Ya'ni mana shu narsani fi sabilillah faqat va faqat Alloh roziligi uchun deb qiladigan insonlarni, bu mazani totgan insonlar mana shular bo'ladi. Ya'ni faqat aqliga va nafsiga va cho'ntagiga, puliga ishonib, mana shular bilan o'lchov qiladigan insonlar bu narsani mazasini sezmaydi va sezolmaydi ham. Qachonki mana shu narsalarni fi sabilillah Alloh roziligi uchun hech kim ko'rmayotgan vaqtda mana shu narsani qilsa, mana shular haqiqiy ana shuni zavqini sezadi va mazasini totadi, birodarlar. Bu boshqacha zavq, bu boshqacha xursandchilik, bu boshqa narsa. Buni sezish ancha munchasiga emas ekan, rostdan. Buni seza olmaydi. Hech kim ko'rmayotganda ham, hech kim ko'rmayotganda sen hech kimga aytmasdan qil, hech kim ko'rmasin, bilmasin. Birovga aytma qilgan yaxshiligingni. Undama, ichingda qolsin. Yolg'iz ana shu yerda ko'rganlar, ana shu yerdagi daraxt, yer, osmon, ya'ni nimaki bor bo'lsa ana shu joyda, ana shular guvohlik beradi sizga. Ana shu Allohning roziligi uchun. Faqat Alloh ko'rib turibdi deb turib qilgan ehsoningizga ana shu narsalar guvohlik beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni qo'rqib ketmang, meni hech kim ko'rmayapti-yu. Qanday hech kim ko'rmayapti? Hech yo'q, bitta do'stimni yetalab olib borib ehson berib kelay demang, birodarim. Yo'q, nafas ketmaydi. Yolg'iz.
yolg'iz Alloh bilan savdolashing. Yolg'iz Alloh bilan o'rtanglardagi mana shunday bir amalingiz bo'lsin, ya'ni yolg'iz Alloh taolo bilan o'rtangizda bir nimangiz bo'lsin, bir sekretniy amalingiz bo'lsin. Uni faqat siz va Alloh biling, bo'ldi, yetadi. Qolgan bir mavjudot bilish shart emas. Tushundingizmi? Shuning uchun birodarim, mana shunday taqvo qilishligimizga, Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilgan bandalar bo'lishligimizga Alloh taolo nasib qilsin va mana shu narsalar ustida harakat qilib, mashaqqat chekib, ya'ni mana shu ustida harakat qilishligimizni Alloh taolo muvaffaq qilsin inshaalloh. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va lil jami'il muslimin.